Agar hozir kimnidir bankdan qanaqa ishib bitishi kerak bo'lsa, cho'zilayotgan bo'lsa yoki nimadir muammosi bo'lsa, familiyasini aytib yozsa, konsultatsiya qilamiz. Imkoniyat darajasida yordam ko'rsatib beramiz. Bizada muammo bo'lsa, Ayting aka. Familiya ismingizni aytmaysiz? Alpanaga kelmoqchiligida. Toshma. Biza paxtani imtiyozli kreditiga nima qo'yganmiz? Salab qo'yganmiz-da, so'rtaqda. O'shani har oy ular nimadir qiladi, o'sha nomdan chiqib ketadi, biz pul tera olmaymiz. Hozir ham shunday bo'lib turibdi. Resurslarni chiqarish kerak o'zi. Resursni elektr energiyaga chiqarishimiz kerak, chiqara olmay turibmiz. Viloyatda jo'rabek kelganiga o'sha telefon qilyapman, ko'tarmayapti. Har oy ularga telefon qilamiz, yo'qsa 12-16 telefon qilamiz, ochadi, keyin pul beramiz, bir marta pul beramiz, yana shunday, yana. Bo'lgan tushundim aka, yozamiz hozir. Shug'ullanamiz. Aslida ichiladigan masala. Kim tayyorladi bu masalani? Ana. Ayting. Shodiyev Sunnat. Shodiyev Sunnat. Chorvachilikgacha kredit olmoqchi. Qancha olmoqchisiz? 17 ming. Qaysi mahalladasiz? 3-4. Hujjatlarni topshirdingizmi aka? Endi taqdirlanmoqchi. Shu desam, bu muammo yo'q. Muammo yo'q.